Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videorolikimizda men sizlarga Tronkin sayti haqida ma'lumot berib o'taman. Tronkin sayti haqida hamma savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, men sizlarga birinchilardan bo'lib javob berishga harakat qilaman o'rtoqlar. Video ostiga opsiyalar orqali kirsanglar, xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu joyiga signal tugmasini bosasizlar, username kiritasizlar. Username masalan sizlarni yilinglar yoki isminglar xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Elektron pochta manzili, o'zingizlar elektron pochta manzilini yozasizlar. 3 va 4-o'likka parollaringizni kiritasizlar, ya'ni elektron pochta parolini va kapchani terasizlar. Kapchada mana ko'rsatilgan krujkani belgilayapti, belgilaysizlar, tekshirishni bosasizlar. Bo'ldi, sizlar kapchadan o'tgan hisoblanasizlar. Va create accountni bossanglar, sizlarda profilga olib kirib ketadigan link chiqadi. Men hozir o'zim profilimga kirib olaman. Mana kirdik. Birinchi kirganingizda o'rtoqlar shu narsani sizlardan chiqarmanglar. Mana bu profil ustiga bosasizlar va bu yerdan setting bo'limiga o'tasizlar. Bu joyda mana bu joyda verify email degan yozib turadi sizlarda. O'shani verifikatsiyadan qo'yishingiz kerak. Bundan oldingi videomni ko'rgan bo'lsangiz, o'shanda verifikatsiyadan o'tishni ham ko'rsatib berganman. Bundan oldingi videom xudo xolasa videoni oxirida chiqar degan qilib qo'yaman o'rtoqlar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Verifikatsiyadan o'tganingizdan keyin sizlarda pul chiqarishda hamma narsada muammo bo'lmaydi. Keyin profilga kirganingizda xuddi shunaqa oyna ochiladiki, ya'ni главный menyu shunaqa ochiladi. Faucet bo'limiga tanlaysizlar. Men insonman degan kapchani terasizlar. Bu kapchani terganingizda mana shunaqa kapcha chiqadi orada. Buni terib qo'yasizlar. Tekshirishni bosasizlar, bo'ldi. Sizlar kapchani terib o'tgan hisoblanasizlar. Va bu yerda sizlarga belgilangan bonuslarni taqdim etadi. Masalan, siz darajangizga qarab, qaysi darajada bo'lsangiz, shu bonusni olsangiz bo'ladi. Bu yerda 30 trongacha bonuslar bor, ya'ni bu 30 trongacha degani siz har soatda $5 oshiq daromad qilsangiz bo'ladi shu saytda o'zida, birgina saytda o'zida. Buning uchun ozgina mehnat kerak bo'ladi o'rtoqlar. Men hozir bonus olib bo'lganman. Keyingi etaplarni tushuntiraman. O'rtoqlar, bu yerda mana sizlarga plan qo'yilgan bo'ladi, ya'ni siz darajangizni oshirishingiz uchun. Bu darajani qanaqa qilib tezroq ko'tarsam bo'ladi desanglar, men sizlarga bundan kommentariyada yozsanglar, men sizlarga bu videoni tashlab beraman silkasini. Shu videolarim bor. YouTube kanalimga joylayapman. Ko'rganlar bo'lsa, ko'rganman deb qo'yinglar. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, ko'rmaganman deb yozsanglar, men sizlarga silkasini tashlab beraman. Keyin o'rtoqlar, bu yerda bizga taqdim etiladigan 5 xil o'yin bor. Bu 5 xil o'yindan biz mana shu darajalarimizni oshirsak bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda biz o'rtoqlar o'zimizga o'yin tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, dice o'yini. Misol uchun dice o'yinida ham 2 tron bilan qanchadir miqdorga ko'tarib olsak bo'ladi. Hozir buni ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'sh, mana o'rtoqlar, dice kiryapmiz. Mana o'rtoqlar, dice o'yiniga kirib oldik. Bu yerdan pulimizni maksimalni qo'yaman. Men hozir menda balansimda yo'qotadigan narsam yo'q, shuning uchun qo'yaman o'rtoqlar. Sizlar hozir masalan 100 tron yoki 200 tron kiritib, keyin mana shunaqa bor pullarni tikib qo'ymanglar. Mana shu 1-2 tronlarga odam achinmasa bo'ladi. Chunki ichi katta summa emas. Lekin kam emas, shuning uchun 2 trondan 3 marta o'ynayman. Birinchi navbatda biz balans ko'rib olaylik. O'shanda sizlarga tushuntirishim osonroq bo'ladi. Mana o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, 217 tron bizning oborotimizda aylangan. Endi dice o'yiniga kirib
buni oshirib ko'rsatib beraman. 217 menda 2 tron bor, bu ya'ni 219 bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak. Mana maksimal qo'ydim. 1 2 3. Tabni aytib qo'yaman. Bitta maksimalni qilib, endi buni bu tomonga o'tkazaman, ya'ni qizil tomonni. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana xuddi shunaqa qilamiz. Buni ham maksimalga qo'yib 3 marta. 1 2 3. Endi profilga chiqamiz. 217 tron edi. Mana 229 tronga o'zgardi o'rtoqlar. Bu nima demoqchiman? Sizlar yutsanglar ham, yutqizsanglar ham bu оборот qo'shilib boraveradi. Ya'ni sizlarda kalkulyatsiyasi hisoblatib keturadi. Sizlar yo'qotadigan narsalar yo'q umuman. Qo'rqmasdan o'ynasanglar bo'ladi. Masalan, Dice kirdinglar, 3 marta o'ynadinglar. Sizlar masalan 100 tron kiritgan bo'lsanglar, 2 tron bilan o'ynasanglar ham yetadi. Masalan 50 tron kiritdinglar, 2 tron, 1 tron yetadi. Agar haqiqatan 100 tron kiritgan bo'lsanglar, 5 tron o'ynasanglar ham bu qachon yutqizadi? Men hozir buni ham ko'rsatib beray yutqizishini. Siz juda ko'p o'ynayorsiz, 100% yutqazasiz. Masalan 1 2 3 4 5 6 mana yutqizish bo'ladi bari. Chunki yutqizish bo'lmasa bularga o'ziga ziyon. Mana endi balansni ko'rasizlar. Ozgina oshiraman. 10 barobar oshiraman. Mana endi bitta bosaman. Mana yashilga chiqdi. Bo'ldi. Menga mana shuni o'zi yetadi. Agar dal shu o'ynagan bo'lsam, bu hamma pulimni olib qo'yadi. Bir xilla bor, masalan, bo'ldi yutyapman, taktika ish berayotgan deb o'ynaveradi, yutqizib qo'yadi. Lekin mavqda balansini yo'qotib qo'ygandan oxirida bilmay qoladi. Ruletka o'yini bor, keyingi o'yinimiz o'rtoqlar. Ruletka o'yinida mana bir nechta taktikalar o'rgatganman. Uni kanalimizdan doimiy kuzatuvchilari bilishadi. Mana qilib o'yinni boshlaymiz. Bet. Mana 1 2 3. Bo'ldi. 229 edi, buni ham ko'rib chiqamiz. 235 ko'ryapsizlar, 45 dan 47% ga oshirdik. Bu o'rtoqlar juda ham zo'r. Bir kunda 5-6 marta kirsanglar, ya'ni raznicasi 2 soat 2 soat qilib, masalan o'yinga kirdinglar, kirganinglardan keyin har doim kirganinglarda bitta mana qolmay qo'ringlar, tepani pastga tushirib. Bu juda ham qo'l keladi, chunki bu sizlarning nima desa bo'ladi, sizlarda sistemani yengilab beradi. Ya'ni sizga mana bu tushadigan sistemasini yengilaveradi, sizga nima desa bo'ladi, virus yonmaydi. Ya'ni masalan siz ko'p yutvorsiz, sistema sizga qarshi o'ynaydi. Shuning uchun bittadan aytib qo'rsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. O'rtoqlar, bu qanaqa qilib pul chiqarsak bo'ladi, buni ham hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Wallet bo'limiga o'tasizlar. Pul kiritmoqchi bo'lsanglar o'rtoqlar, pul kiritib berish xizmatimiz bor. Xohlasanglar Telegramdan orqali yozinglar, xohlasanglar kommentariyaga men pul kiritmoqchiman deb yozsanglar, men sizlarga aloqaga chiqaman va qanaqa qilib pul kiritsa bo'ladi va qancha pul bilan pul kiritsanglar bo'ladi, shuni sizlar haqida ma'lumot beraman. Va pul kiritib berish xizmatimiz ham bor. Mana shu silkani olasizlar, kopyurat qilib olasizlar, mana bu joy orqali. Kopyurat qilib olib, o'zingizlarning kashligingizdan bu adresga pul o'tkazsanglar bo'ladi. Agar pul o'tkazishga cho'chiyapman, unaqa risk qilmayman, tushunmayman unga deydiganlar bo'lsa, menga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Withdraw bosasizlar, masalan, tushuntirib beray. Masalan, bu kopyurat qo'yganinglar o'zingizlarning kashliginglar adresi, bu joyga kelasizlar, kopyurat qilib tashlaysizlar, bu joyga summani yozasizlar. Bu yerda minimal pul chiqarish 15 tron, komissiyasi 0.2 tronni tashkil etadi.
Buni shunaqa qilib yozasizlar, 15-2 qilib israfga bossanglar sizlarga chiqarib beriladi. 24 soat ichida pulinglar, kashliginglar tushib keladi, xudo xolisa. Bu sayt 100% to'laydi. Qo'rqmasdan ishlasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Men shu paytgacha to'lamaydigan saytlarni video qilmaganman o'rtoqlar. Mani anchadan kuzatadiganlar buni bilishadi, bilganlar kommentga yozib qo'yasizlar. Yana bir narsa o'rtoqlar, bu yerda referalniy sistema bo'limi ham bor. Buni hozir ko'rsatib beraman. Mana o'rtoqlar, bu referalniy sistema bo'limida kirganingizda xuddi shunaqa kopyurat qilib oladigan silka chiqadi. Bu sizlarni referalniy silkalar bo'ladi. Bu referalniy silkani kopyurat qilib, o'zingizlarni do'stlarga ko'proq tarqatsanglar, sizlarga masalan har olgan bonusidan sizga 50% o'tkazib beriladi. Sayt o'zini hisobidan to'laydi. Hech qanaqa do'stingiz ishlagan puldan olib bermaydi. Shuning uchun sizlar qancha aktiv odam to'plasanglar ishlashlariga ham hojat qolmaydi. Keyingi bo'lim bu mana bu yerda 04 bo'limi. 04 bu siz hozir games o'yinida o'ynagan balansingizdagi summadan 04% sizga ajratadi. Ya'ni siz chaqirgan odam qancha ko'p o'ynasa sizga 04% tushib keladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman o'rtoqlar. Saytimiz prosta bomba. Bu prosta anchadan beri ko'pchilik ishlatmayotgan saytlardan biri. Bu saytni ishlatishi, ya'ni bu saytdan ko'proq pul ishlashni sizlarga tavsiya qilib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga qo'shilishdan kelib kattakon rahmat.